O'tgan yil 11 ayning 24-kuni yuz bergan Urumchi o't fojiasining dunyoviy xabar bo'lishida ijtimoiy taratqular muhim rol o'ynagan. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, bu fojianing Xitoy o'lkalarida bilinishiga shu joylarda yashayotgan Uyg'ur o'quvchilarning taratqulardagi xabar va inkaslari turtki bo'lgan. Buning natijasida Xitoy o'lkalarida Urumchi o't fojiasi o'lganlarga hisdoshlik bildirib, ham fojiaga sabab bo'lgan yuqumni nolga tushirish qamal siyosatiga norozilik bildirib, namoyishlar o'tkazilgan. Namoyishlar tezdan kengayib, oq qog'oz harakatiga aylangandan keyin doiralar jiddiylashgan. Xitoy o'lkalaridagi universitet o'quvchilarini muddatdan burun qishliq ta'tilga qo'yib berib, ularning harakatining texim ulg'ayib ketishining oldini olgan. Ma'lum bo'lishicha, doiralarning mazkur harakatni cheklash tadbirlari yuqoriqilar bilan cheklanmagan. Vaziyatdan xabardor bir kishining o'tgan hafta radiomizga inkos qilishicha, Sichuanning Chengdu shahrida o'qiyotgan 30 necha Uyg'ur o'quvchi o't fojiasi haqidagi fikrlarni TikTokda do'stlari bilan o'rtoqlashganligi va tarqatganligi uchun tutqun qilingan va inkosda deyilishicha 11 oyning oxirgi kunlari tutqun qilingan bu o'quvchilar ta hozirgacha qo'yib berilmagan. Biz bu ishlarning to'g'riligini oydinlashtirish uchun Sichuandagi aloqador idora organlariga telefon qildik. 成都的公安分局吗？他们会知道吗？你说新疆的？对。Chengdu shaharlik soqchi idorasi xodimi bu vaqtdagi uchurlarni Uyg'ur rayonidagi soqchilardan egallashimizni tavsiya qildi. Ammo u Chengduda Uyg'ur o'quvchilarining tutilganlik voqeasini inkor qilmadi. 从新疆来的那么多吗？ Biz tutqundagi o'quvchilar Chengdudagi universitetlarda o'qiyotganligini, shunga Chengdu soqchilaridan ahvol aniqlayotganligimizni bildirganimizda, bu ishning maxfiyatlik ekanligini eskartib, javob berishni rad qildi. 他是在成都上学的。 Norvegiyadagi Uyg'ur yer fondidan TikTokdagi fikrlarga asosan inkos qilishicha, bultur 12 oyning boshida Uyg'ur elidan bir jup ota-onasi Sichuanga kelib, tutqundagi farzandini izlagan. Soqchilar mas'uliyatni bir-biriga ittirib, mazkur ota-onaga farzandini ko'rsatmagan. Bu ota-ona shu kunlarda beshida o'tganlarni udulliq TikTokka yo'llab qo'ygan. Biz TikTokdagi bu uchurlarga asosan Chengdu shaharlik soqchi idorasidan Cheng'an tarmog'iga telefon qildik. 你怎么能给他通知书呢？拘留通知书呢？他说他们那边网上可以看到的。 Va mazkur ota-ona farzandlarini topolgan yoki topolmaganligini so'rdik. 光是一个大学，成都大学有很多，几十个大学。 Aloqador xodim ularning farzandining Ershanchov soqchixonasi tomonidan tutilganligini oshkorladi. 就是那个你说的是那个办拘留的看守地方啊。Ammo u ota-onasi tomonidan izlangan bu tutqundagi o'quvchining ismini deb bermadi. 名单里面没有吗？ 我查不了，我查不了。 U bu vaqtda Ershanchov soqchixonasi bilan aloqa qilishimizni tavsiya qildi. 我给你二级小派出所电话嘛，你直接可以问他们。好，哪一个派出所？二级小派出所电话你记一下，028。好。 就是那个你说的是那个办拘留的看守电话啊。 Ershanchov soqchixona xodimi ota-onasi tomonidan izlab kelingan tutqundagi o'quvchining o'tkazgan xatolik haqidagi savolimizga javob bermagan bo'lsa-mu, uning 28 noyabr kuni, ya'ni Urumchi fojiasi yuz berib, 4 kundan keyin tutilganligini bayon qilish orqali 4月20号被拘留。 uning inkosida deyilgandek, mazkur o't fojiasi haqida tarqatgan uchur sababli tutilganlik ehtimolligini oshkorladi. 哪一天拘留的？ 11月28号。 Biz uningdan mazkur o'quvchining navbat qo'yib berilmaganligini so'raganimizda, 请帮忙查一下。 什么事情拘留的吗？ u ochiqlangan holda jinoiy ishlar delosiga chetilib tutilganlarning unda qisqa vaqt ichida qo'yib berilmaydiganligini bayon qildi. 那还没出来，还早呢。还没出来？肯定刑事拘留，怎么可能这么快嘛？ 大概1个月吗？还是2个月？ 这个不清楚，应该可能应该还关着的，1个月就出来了。 Va uning qilmishining qonunsiz uchur tarqatish ekanligini inkor qilmadi. 关于非法信息是吧？ 对对对。 Mazkur o'quvchining navbatda Chengdudagi Pido qamoqxonasida ekanligini bayon qilgan bu xodim uning ismi va o'tkazgan jinoiy qilmish qatorliq uchurlarni shu qamoqxonadan egallashimizni tavsiya qildi. 是的。 Biz oxirida Sichuandagi Pido qamoqxonasiga telefon qildik. 是不是批斗看守所？有没有一个新疆籍的？新疆的。是的。我新疆的多了。多了。他们大部分是哪个大学的学生？应该就是四川大学吧。
叫成都师范大学还是山西师范大学？四川大学。 Telefonimizni qabul qilgan xodim bu qamoqxonada tutilgan o'quvchilarning birla emas ko'p ekanligini bayon qilish bilan birlikda 我告诉你啊，你不要从这100个月，我不给你一个个的查，你的名字这么长，谁这么多人，我怎么给你一个个查？ tutqunlardan birining ismi İlyar ekanligini oshkorildi. 伊利啊，他在哪一间去？我得先给你查呢。好，请查一下。 Ammo boshqa uchurlar haqida ig'iz ochmadi. 你说有一个伊莲吗？伊莲小开的还是伊莲买卖的？查一下。你别管我们这有多少。 Amerikada yashayotgan injener Kevsar Voitmi tutqundagi 19 yoshli singlisi Kamila Voitning oq qog'oz harakati haqidagi uchurlarni o'rtoqlashganlik uchun tutilganlik ehtimolligini o'tirib qo'ygan. Anlasam şu ürümçü vakasından keyin işkirdi boğanma bu namayışlar köp oldu manda. Şu to'g'riliq bir videoni chiqarib qo'yibdi-ku, belki 3 ay yetib to'shdilar. Shuni chiqargandan keyin shu saqchilar dadam to'p qurib tunish, shuning sababidan kirib ketdim u cho'ngroq sabab bo'lishi mumkin endi. Hozir masalan sonimninki bu xabari yo'q, bir ayda ishib ketdi. Agar menda qisqagina bir chiqargan videoni ishi bo'lgan bo'lsa, qo'yib bitib qilish kerakdi endi undan. Telefon ziyoratlarimiz davomida Atuşdagi aloqalar soqchi xodimlari Kamila Voitning akisi Kevsar Voit bilan aloqalashganlik uchun tutilganligini tilga ilish bilan birlikda Aksi bu Kevser White mı? Bu qara tizimlikte var mı? Ma Jungo bizni sebebimiz kirmedi bu uzak müddet kaçıp gelmeyenler tizimlikimiz açıyor bu. Qanchalik vaqt bo'ldi qaytib kelmagiga bu Kevser White'ga? Ketgine 2016 bo'lgan bo'lsa, 10 yildan oshganli bo'la. Men ham de shu tutildi degan 11 tutilib ketgan bola. Allah qiyganlikdan tutilib tekshiriladi, hozir hukm chiqmadi. uning tutilishida qonunsiz uchur taqitishning bir sabab ekanligini inkor qilmadi. Bu aksi bilan nima munosabat bo'ldi bu Kamila'nın bu tutilishinin? Şunu alakası var, alak qiygan deb şu tutilib hozir tekshirilyapti. Bundaqda şu qonunsiz uchur taqitishmi shu sabablardan birisi? Shunaqmi bu tutilishida? To'g'ri. Hurmatli radio anglag'uchilar, yuqorida Sichuanning Chengdu shahrida Urumchi o't fojiasi haqida uchur taqitgan bir qism Uyg'ur o'quvchilarning tutqun qilinganligi haqida anglatish berdik.